Bugun sizlar bilan oson usulda prezentatsiya yaratishni ko'rib chiqamiz. Videoni boshlashimizdan oldin kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Birinchi bo'lib biz o'zimizga kerakli mavzuni ChatGPT ga yuboramiz. Men o'zimga O'zbekiston qonunchiligi mavzusini tanladim. Va keyin esa o'zimizga nechta slayd kerak bo'lsa, o'shancha slayd yozib ber deb so'raymiz. Ya'ni, masalan, menga 10 ta kerak, shuning uchun 10 ta deb yozaman. Keyin esa u uchun VBI kod so'raymiz, ya'ni uni modyulga kiritishimiz uchun. Va bizga ChatGPT, ya'ni sun'iy intellekt biz uchun VBI kod yasab berdi. Uni copy qilib olamiz va keyin esa o'zimizga prezentatsiya ochib olamiz, ya'ni PowerPoint, va undan fayl qismiga o'tib, pastda more tugmasi bo'ladi. O'shanda options ga bossak, customize ribbon degan joyda o'ng tomonda developer degan qism bor. O'shani bosamiz va save, ya'ni OK ni bosamiz. Keyin esa biz click to add title, ya'ni yozmoqchi bo'lib bosganimizda shape format chiqadi va unga bossak selection pane degan joyga bosamiz va fayl qismiga o'tamiz. Keyin esa save as degan joyda PowerPoint PowerPoint macro enabled presentation ga bosamiz. Keyin esa save qilamiz. Keyin developer ga qaytamiz va Visual Basic degan joyga bosamiz va bu yerdan yangi modyul yaratamiz va bu yerga o'zimiz VBA kodimizni qo'yamiz. Keyin esa run yoki run ni bosamiz. Va bizga prezentatsiyamizni yaratib beradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.